1 maydan beri davom etayotgan talabalar festivali o'zining asosiy bosqichiga yetib keldi. Poytaxtimizda Talaba Expo 2025 ko'rgazmasining 2-kun dasturlari davom etmoqda. Ushbu ko'rgazmaning asosiy maqsadi bitiruvchi talabalarni mehnat bozoriga muvaffaqiyatli kirib borishlariga ko'maklashish, ularning bandligini ta'minlash, zamonaviy ish o'rinlari, tadbirkorlik imkoniyatlari va startap ekotizim bilan yaqindan tanishtirishdan iborat. Yangi imkoniyatlarning boshlanish nuqtasi. Aynan bugun Milliy bank tomonidan bitiruvchi talaba yoshlar uchun 400 million AQSh dollari ajratilgan. Bugun esa 20 ming talaba yoshlar kredit dasturlari va g'oyalarning imkoniyatlari bilan tanishmoqda. Kimdir bu yerga startap g'oyasini olg'a surish uchun kelgan bo'lsa, yana kimdir orzusi bo'lgan ish beruvchisi bilan qo'l siqishni maqsad qilgan. 5000 ta bo'sh ish o'rinlar Talaba Expoda mavjud. Yana bitta haqiqat aniq, bu yerda kelajak shakllanyapti. Nafaqat rejalarda, balki har bir talabaning nigoh va harakatida ham. O'zim yo'nalishim uchun juda ham ko'p vakansiyalar, masalan, kartografiya, iqlimshunoslik bo'yicha, gidrologiya bo'yicha juda ham ko'pda. Bunda bemalol biz ishlashimiz mumkin, chunki bizning diplomlarimiz aynan mana shu sohalarga bemalol o'tadi. O'zim 3-kursman. Bu yerda Talaba Expo 2025 ga qatnashishdan asosiy maqsadim 700 ta kompaniyadan berilayotgan amaliyot mashg'ulotlarda imkoniyatlardan unumli foydalanish. Ko'rgazma zalida nafaqat ish o'rinlari haqida ma'lumot, balki interaktiv loyiha stendlari, sun'iy intellekt texnologiyalari, VR loyihalari va hatto ijtimoiy dizaynlar ham bo'ldi. Talabalar endi nafaqat ish izlovchi, balki yangi ish joylarini yaratishga qodir kuch ekanligini anglamoqda. Yoshlarga bo'lgan motivatsiya yuqori bo'lyapti bu yerda. Kelganimizda ko'rdik, namoyishlarda, chiqishlarda, spikerlarda yo'nalishiga qaramasdan hamma yoshlar iloji boricha qamrab olinishi va bu yerda har qanday turdagi vakansiyasini borligi, bu yerda yoshlar o'ziga kerak bo'lgan ish o'rinlarini topishligi to'g'risida ma'lumot berib o'tildi. Ish haqida gapirib ketyapti, ish beruvchilari o'shalarni ko'rsatyapti. Bu bizning sohamizga juda ham mos keladi. Operatorlik. O'zim soham bo'yicha ish chiqdi. Bir-ikkita narsasiga ariza yozib ketdim. Endi umid qilaman, agar ishga chaqirib qolsa. O'zbekiston prezidenti tomonidan ilgari surilgan 2025-yilda yoshlarga to'liq bandlik yaratish tashabbusi allaqachon konkret harakatlarga aylanmoqda. Sababi dastlabki kundan so'ng 18400 nafar talaba yarmarkaga kelgan bo'lsa, ulardan qariyb 9,5 ming nafari ish beruvchilar bilan muloqotni amalga oshirdi. 620 million dollarlik biznes loyihalar, startaplar uchun moliyaviy ko'mak, banklar transformatsiyasi va bu qog'ozda emas, amalda hayotga tatbiq etilmoqda. Talaba Expo 2025 esa bu jarayonning eng yorqin sahnasi. Arslon Umarov, Muhammadali Mamajonov, Valxon G'ayratov, Ovoz informatsion dasturi uchun Toshkent.